Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun biz Shikdar oilasi hikoyasining navbatdagi qismini davom ettiramiz. Oldingi qismda Adil Ohnaning yonidan jahl bilan o'tib ketganini, keyin esa Ohnaning uyiga kelib, ajrashish hujjati haqida suhbatlashganini ko'rgandik. Adil hujjatni o'zi yubormaganini aytdi va Ohnadan fotosuratlar haqida so'radi. Keling, endi bu suhbat qanday davom etishini birgalikda tinglaymiz. Oxirida savollarimiz bo'ladi. Diqqat bilan eshiting. Adil dubulga kiyganligi sababli faqat Adilning ko'zlari ko'rinib turibdi. Qanday qilib qizarib ketgan. Ahan sokin nigoh bilan turibdi. Ohna biroz qo'rqyapti. Agar Ahan oldida biror nima desachi. Lekin Ohnani hayratda qoldirgan holda, Adil hech nima demay Ohnaning yonidan shivirlab o'tib ketdi. Ohnaning yuragi shiddat bilan ura boshladi. Nimadir tushunib Ahanga dedi. Aka, men uyga ketishim kerak. Ahan tezda dedi. Senga bir gapim bor edi, Ohna. Ohna ketayotib dedi. Boshqa kun eshitaman, aka. Ohna boshqa gapirmay, Ahanni orqada qoldirib yugurib ketdi. Uyga qaytganida, Ohna uyning muhiti yaxshi emasligini angladi. Hamma narsa qandaydir tinchlanib qolgan. Mehmon xonasiga kirganida, Ohna Adilni ko'rdi. Ohnaning onasi bir chekkada turibdi. Musharraf Hosen hali qaytmagan. Ohnaning onasi vaqti bilan Adilga qarab qo'yadi. Adil noqulay ahvolda. Lekin hech nima demay jim o'tiribdi. Birdan Adilning ko'zi eshik yonida turgan Ohnaga tushdi. Adilning qarab turganini ko'rib, Ohna shoshib xonaga qarab ketdi. Ohnaning ketayotganini ko'rib, Adil o'rnidan turdi. Ohnaning onasi dedi. Qayerga ketyapsan? Adil sokin ovozda dedi. Ohnaning oldiga. Ohnaning onasi jahldor ovozda nimadir demoqchi bo'lganida, Adil imkon bermay oldinga yurdi. Ohna endigina sumkasini stol ustiga qo'ygan edi. Shu payt Adil xonaga kirib, eshikni yopib qo'ydi. Ohna hayratda qolib, nimadir demoqchi bo'lganida, Adil kelib Ohnaning yuzini ushlab oldi. Bu yigit kim? Sening tanangga qo'l tekkizganmi? Ohna hayron bo'lib Adilga qaradi. Birozdan keyin o'z yuzidan Adilning qo'lini olib, jahldor ovozda dedi. Sizga aytishim kerakmi? O'z felingiz to'g'ri emas, boshqani sud qilishga kelibsiz. Sizda hech qanday uyat yo'q ekan. Ko'zguga o'zingizga qanday qarab turibsiz? Adil baqirib yubordi. Ohna tomon yurganida, Ohna boshqa tomonga chekindi. Adil qattiq ovozda dedi. Mening oldimga kelib tur. Ohna jahl bilan oldiga bordi va dedi. Nima, shapaloq tushirasizmi? Adil og'zini ushlab dedi. Ohna, tayyor bo'l. Endi men bilan uyga qaytasan. Ohna jahli chiqib, Adilning yuziga bir shapaloq tushirdi. Adil hayratda qoldi. Bir zumda ko'zlari qizarib ketdi. Ohnaga tikilib qoldi. Ohnaning onasi Ohnaning otasiga bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Lekin Mahbubur Rahmon telefonni ko'tarmadi. Ko'p vaqt o'tgach, Mahbubur Rahmon qo'ng'iroq qildi. Ohnaning onasi darhol telefonni oldi va dedi. Shu vaqtgacha qo'ng'iroq qilyapman. Nega ko'tarmading? Bosh tomondan Mahbubur Rahmon dedi. Darsda edim. Telefon ofis xonasida edi. Nima bo'ldi? Ohnaning onasi xavotirli ovozda dedi. Adil keldi. Hozir xonaga kirib, eshikni yopib qo'ydi. Nima qilishimni bilmayapman. Mahbubur Rahmon ancha hayron bo'ldi. Lekin u Ohnaning onasiga tasalli berib dedi. Xavotir olma. Kelyapman. Shu deydi, Mahbubur Rahmon qo'ng'iroqni uzdi. Ohna jahldor ovozda dedi. Ajrashish hujjatini yuborib, yana men bilan qaytishingizni aytasizmi? Qanday qilib bunday gaplarni ayta olasiz? Adilning qattiq nigohi bir zumda tinchlandi. Hayron bo'lib so'radi. Ajrashish hujjati. Ohna kulib qo'ydi. Go'yo bugun birinchi marta eshitayotgandek gapiryapsiz. Adil jahli chiqdi. Ohna, indamang. Mening nomimga yolg'on gapirmang. Ohna kinoya bilan dedi. Mening xatoyim bo'libdi. Sizdek pokiza insonning nomiga men nohaq tuhmat qilibman. Xatoyimni anglab juda uyaldim. Iltimos, meni kechiring. Adil hayratda qolgan holda Ohnaga qarab turdi. Bu qanday Ohna? Labini burishtirib dedi. Bunday drama qayerdan o'rganding? Sen dramaga audition berishing kerak. Birinchi marta tanlashadi. Ohnaning ko'zlari birdan qattiqlashdi. Jahldor ovozda dedi. Siz bilan mening gaplashadigan hech narsam yo'q. Chiqib keting. Adil qimirlamadi. Shu joyda turib qoldi. Bir oz jim turib, jiddiy ovozda dedi. Ajrashish hujjatini ko'rsat. Men ham ko'ray, qanday ajrashish hujjatini yuborganman. Ohna gazab bilan tortmasini ochib, qog'ozni chiqardi. Keyin kelib, Adilning oldiga uloqtirdi.
Adil tayyor emasligi sababli ushlay olmadi, qog'oz polga tushib ketdi. Adil bir marta ohnaga qaradi. Keyin sekin egilib qog'ozni oldi. Burmalarini ochib, diqqat bilan ko'ra boshladi. Bir necha daqiqadan so'ng uning nigohi oz imzosiga to'xtadi. Bir muddat jim tikilib turdi. Keyin qoshini chimirdi. Bir oz o'ylab, birdan uning ko'zlarida boshqa bir ifoda paydo bo'ldi. Bir oz o'ylab, bu kimning imzosi ekanligini angladi. Shu zahoti Adilning jagi qattiqlashdi. Keyingi daqiqada Adil qog'ozni qattiq ushlab, bir harakatda yirtib tashladi. Keyin butun qog'ozni mayda bo'laklarga bo'lib, polga sochib yubordi. Ohna hayratda qolib turdi. Nima qilishini bilmayapti. Ahvoli sarosimaga tushgan holda faqat Adilga qarab turibdi. Adil sekin ovozda dedi: "Buni men yubormaganman." Ohnaning ko'zlari katta bo'lib qoldi. Qanday qilib? Adil bir oz oldinga yurdi. Ovozida qattiqlik. Kim yuborgan bo'lsa, unga nima bo'lishini u o'zi ham tasavvur qila olmaydi. Bu so'zlarni aytayotganida Adilning ko'zlarida qandaydir qattiqqo'llik bor edi. Bundan Ohna biroz cho'chib qoldi. Biroz to'xtab, Adil yana dedi: "Endi uyga keting. Tayyor bo'ling." Ohna og'ziga kelgandek bo'ldi. Darhol yuzini qattiq qilib dedi: "Nega boray? Siz bilan hozir hech qanday aloqam yo'q." Adil jiddiy nigoh bilan qarab dedi: "Aloqa yo'q degani nima? Bir qog'oz ko'rsatib, hammasi tugab qolmaydi." Ohna istehzo bilan kulib qo'ydi. O'sha qog'ozning o'zi hammasini tugatdi. "Men aytdim, buni men yubormaganman", dedi Adil biroz qattiqroq ohangda. Ohna o'tkir ovozda dedi: "Unda nima bo'pti? Siz o'ylaysizmi, men yana avvalgidek hammasini unutib, siz bilan ketib qolaman? Nega meni o'zingiz bilan olib ketmoqchisiz?" Adil bir muddat jim qoldi. Ichida nimadir o'ylayotgandek. Keyin birdan dedi: "Menimcha, men sizni yaxshi ko'raman." Ohna bir oz to'xtab qoldi. Birozdan keyin dedi: "Bularning nimasi kerak?" Adil biroz hayratda qoldi. "Qanday?" Ohnaning ko'zlarida o'sha paytda to'plangan azob va jahl birga paydo bo'ldi. U sekin-sekin dedi: "Sizning barcha xatti-harakatlaringizni bir kun unutib qo'yishim mumkin, lekin telefoningizdagi suratlar hali ham ko'z oldimda suzib yuradi. Ularni qanday unutaman?" Adil to'xtadi. Karavotga borib o'tirdi. Tinch nigoh bilan bir muddat Ohnaga qarab turdi. Sekin ovozda dedi: "Suratlar mening telefonimga qanday kelganini bilmoqchimisiz?" Ohna qimirlab qoldi. Qattiq ovozda dedi: "Ha, eshitmoqchiman." Adil sekin ohangda gapira boshladi: "Davomi bor. Bugungi hikoyamiz uchun savollar." Adil Ohnaning yonidan hech nima demay o'tib ketishining sababi nima deb o'ylaysiz? Bu uning qanday his-tuyg'ularini aks ettiradi? Ohna Adilga shapaloq tushirganida, sizningcha, u to'g'ri ish qildimi? Bu uning qanchalik jahli chiqqanini ko'rsatadimi? Adil ajrashish hujjatini yirtib tashlaganida, bu uning qanday munosabatini ko'rsatadi? U haqiqatan ham hujjatni o'zi yubormagan deb o'ylaysizmi? Adilning "menimcha, men sizni yaxshi ko'raman" degan so'zlari sizga qanday ta'sir qildi? Bu vaqtida bo'lgan so'zmi? Adil suratlar qanday kelganini tushuntirib bermoqchi. Sizningcha, bu suratlarning asl sababi nima? Kim qilgan bo'lishi mumkin? Aziz tinglovchilar, agar sizga ushbu hikoyaning davomini eshitish istagi bo'lsa, iltimos, izohlarda buni bildiring. Va shunga o'xshash ko'plab qiziqarli, ta'sirli va ibratli hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Hammangizga rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha, xayr. প্রিয় দর্শক, আশা করি আমাদের আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর আমরা এরকম আরও নতুন নতুন স্টোরি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। প্রিয় দর্শক, আমরা আবার আরেকটি নতুন ধামাকাদার গল্পের ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এরকম আরও গল্প শোনার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।